Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Averlocklar qiroli bo'lmish Jack Urus mashinkasini to'liq holatda ko'rib chiqamiz. Bundan oldin esa YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Jack Averlock Urus mashinkamiz sun'iy intellekt Octopus chipi bilan jihozlangan bo'lib, bu narsa mashinkaga nima beradi? Ya'ni mashinka materialni qalin, yupqaligiga qarab o'zini motorini aylantiradi. Ya'ni bu chipimiz motorni boshqarib turadi, materialda qalin yupqaligiga qarab o'zi to'g'rilab nastroyga qilib turadi. Yana mashinkamiz qo'shimcha karkidon motor bilan jihozlangan bo'lib, karkidon motor bu mashinkamizni motorini qanchalik kuchliligini bildirib turibdi. Karkidon o'z nomi bilan. Mashinkamiz ancha-muncha qalin materiallardan ham cho'chimaydi. Materialda qalinligiga qaramasdan turib, materialni yupqa joydan qalinga o'tgan joylarda nina sinish, qiyshaysh holatlar kuzatilmaydi, props bo'lmaydi. Oldingi oddiy mashinkalarga qaraganda bu mashinkamiz ancha kuchli hisoblanadi. Oldingi mashinkalarda qalin materialdan yupqa materialga o'tish joylarida nina qiyshayib, sinishi yoki bo'lmasa props qilish holatlari kuzatiladi. Bu mashinkamizda unaqa holat kuzatilmaydi. Mashinkani tezligini pasaytirmagan holatda eng oxirgi skorostda bemalol bosib o'tib ketishingiz mumkin. Biz bu Jack Urus mashinkamizni elektronika qismiga hech kim bermaydigan garantiya, ya'ni umrbod garantiya beramiz. Mashinkamiz gapiradigan bo'lib, mashinkamizni tilini o'zgartirsak bo'ladi. Tilini o'zgartirishimiz mana bu yerda chapka strelkamiz ustiga language yozilgan. Kim qanaqa tilda tushunsa o'sha tilga qo'yib, P-ni bossak saqlanib qoladi va qaysi knopkani bosganimizda o'zi rus tilida aytib turadi. Hop, mashinkamiz 3 xil rejimda ishlaydi: avtomat, polavtomat, ruchniy rejimda. Buni sozlashimiz uchun mana bu birinchi knopkamizni bosamiz. Ручной режим, автоматический режим, полуавтоматический режим. O'zimiz xohlagan rejimga qo'ygandan keyin P-ni bosib saqlanib qolamiz. Hop, avtomat, polavtomat, ruchniy rejim. Bu nimasi bilan farq qiladi? Polavtomat rejimda materialni lapkani pedal orqaga bosganimizda ko'taradi. Materialda kirganida, chiqqanida o'zi avtomatik ip uzib berib turadi. Avtomatda materialni motorni mana bu sensorga olib kelganimizda o'zi lapga ko'tarib, o'zi tikadi, pedalda bosishimiz shart emas. Ruchnoyda esa o'zimiz lapga ko'tarib, o'zimiz ip uzamiz. Mashinkamizda motorni qalinligini o'lchash funksiyasi ham bor. Ya'ni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin 3.92 raqamlar o'zgaradi. Motorni qalinligiga qarab o'zi o'zgarib turadi. Ya'ni bu mashinka materialning qalinligini o'zi o'lchab, motorni o'shanga qarab aylantira oladi. Keyingi knopkamiz qaychisi. Materialda kirganida, chiqqanida ip uzishini ligrafik qilishimiz mumkin. Kalta ip qolishi, uzunroq ip qolish, bu narsani mana shu funksiya orqali ligrafik qilishimiz mumkin knopka orqali. Bu knopkamiz kalibrovka qiladi, ya'ni mana bu yerda sensorlarimiz ko'rmay qolsa yoki bo'lmasa materialni qirqib ketadigan bo'lsa, o'shanda mana shu knopkani bosib tursak, o'zi sensorlarni kalibrovka qiladi. Ya'ni o'zini o'zi sozlab oladi. Undan keyingi knopkamiz reset, ya'ni kimdir teginib tashlasa knopkalarni bosib tashladi. O'zini zavodskiy holatiga qaytarmoqchi bo'lsangiz, mana shu knopkani bosib turish kerak. Сброс настроек. Hammasi zavodskiy holatiga qaytadi. Tezligini sozlamoqchi bo'lsak, oddiy plus bossak ko'taradi. Увеличить скорость. Maksimal tezligi 7000. Уменьшить скорость. Увеличить скорость. 7000 tezligida ishlaydi. Svetini, yarkisini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana 10 knopkani bosganimizda Уменьшить яркость подсветки. mana bu yerda mana ko'rib turgan narsalar motorni qalin yupqaligiga qarab o'zgarib turadi. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin, yupqa material tikayotganda nima qiladi? Qalinroq yerga kelganda svet o'zgaradi. Mana bu yerda telefon knopkasini ko'rishimiz mumkin. Bu narsa nima narsa? Ya'ni katta fabrika sexda mashinkani buzilib qolganda mexanikka yoki bo'lmasa servisga bog'lanish uchun knopka hisoblanadi. Bu narsa Wi-Fi orqali ishlaydi. Bu narsani bizani xitoylik
mutaxassislarimiz ishlatib yurg'izib bera oladi. Ana endi mashinkamizni avtomat, polavtomat, ruchniy rejimda qanday ishlashini ko'rsatib beramiz. Автоматический режим. Chidarlanadi. Polavtomat. Полуавтоматический режим. Ruchniy rejim. Ручной режим. Ko'pchilik tikuvchilarni avtomat mashinaga ishlatayotganda xatosi materialni qo'yadi. Tikkanda materialni mana bunaqasiga olib chiqadi. Bunaqa qilganda ip uzib bermaydi. Buni ruchniy uzdirganda mana knopkani bosish kerak bo'ladi. Hop, keyin mana bu yerda mashinkamizni ko'zlari joylashgan, ya'ni sensorlar joylashgan. Bu narsa materialni kirdi, o'rtada chiqib ketyapti-da, mana bunisi material chiqdi degandan keyin ip uzib beradi. Agarda siz materialni yon tomonga olib olsangiz, bu avtomatik tarzda ip uzib bermaydi. Bunda shuni ip uzishingizga to'g'ri keladi. Keyin mana shu ko'zlarini, sensorlarini doim haftasiga bir martami 2-3 kunda bir artib tozalab turish kerak bo'ladi. Jack Urus mashinkamiz boshqa mashinka, avtomat mashinkalarga qaraganda ancha yumshoq hamda bezuvchi hisoblanadi. Ya'ni bu narsa nima? Oldingi Avilog avtomat mashinkalarda labga ko'tarishi, pichoq mexanizmi uchun alohida orqa tomonda magnit turardi. Bu mashinkamizda shagviy motor bilan jihozlangan bo'lib, bu narsa mashinkamizni ancha yumshoq hamda ancha aniqroq ishlashiga yordam beradi. Mashinkamizni moyim rangini mana bu yerdan tez tikkanda otib turadi. Ko'rishimiz, bu yoqdan ko'rib turishimiz mumkin. Mashinkani moyini urovini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu yerda paplos bor. Mashinkani mana bu yerda qizil, ko'k chizig'i bor. O'rtadagi paplosi o'ynab turadi. Agar moyni urovini kamaysa pastga tushadi, moyni urovini yaxshi bo'lsa, tepadagi ko'k chiziq bilan teng turadi. Ko'pchilik tikuvchilarimiz Avilog mashinkamizni avtomat funksiyasidan foydalanishga qo'rqishadi. Bu narsadan qo'rqish kerak emas. Mashinkamizni o'zimiz tika oladigan darajada tezlikka sozlab olamiz. Увеличить скорость. O'zimizga tika oladigan tezlik sozlaganimizdan keyin materialni qo'yasiz. Tikyapti. Pedalni orqaga bosganingizda, tovonni bosganingizda mashinka to'xtaydi. Materialni o'zingizga to'g'rilaysiz, material yoki bo'lmasa ip tugab qolishi bor, o'shanda pedalni orqaga bosganingizda to'xtaydi. To'g'rilab bo'lganingizdan keyin pedalni yana oldiga bosib olsangiz, dalish tikib ketadi. Bu narsa tikuvchini ancha qulaylik beradi hamda tez tikishiga yordam beradi. Mashinkalarimiz haqida to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, opisiyaniyadagi link orqali o'tib bilib olishingiz mumkin. Hatto u yerda narxlarni ham bilib olasiz. Buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlar orqali buyurtma berishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.